Kunlik kurslarimdagi eng ishonchli Choco Napoleon retseptini shundoqga bermoqchiman. To'liq retseptni xohlaganlar esa kommentariyada plus belgisini qoldiring. Un bilan biroz margarinni urib bog'lab, tuzli suvni quyamiz va xamir qoramiz. Xona harorati biroz yumshagan margaringa un hamda kakaoni solib aralashma tayyorlab olamiz. Yarim soatda tingan xamirni ko'rsatilgandek qilib iz tushirib yoyib olamiz. Yoyganda o'rtasini qalinroq qilib yoying. Margarinli massani o'rtasiga joylab, xamir chetlarini tortib yopamiz. Yarim soatga sovutgichga yuboramiz. Yarim soat tingan xamirni olib kattaroq qilib yoyamiz, ko'rsatilgandek qilib taxlab, yana sovutgichga yuboramiz. Yana yarim soat tingach yoyishni boshlaymiz. Shu jarayon 3 marta takrorlanadi. 3-marta yoyib taxlangan xamirni bir kunga sovutgichda qoldiramiz. 8 bo'lakka bo'lib unlab yoyamiz. Duxovkali esa orqa tomoniga joylab, chetlarini tekislab kesib olamiz. Vilka bilan chekib 20 daqiqa xonada qazitamiz. Qazitib pishirsanglar pishganda kichrayib ketmaydi. Endi krem tayyorlaymiz. Kremim mazali hamda arzon bo'lishi uchun men Sirli Lavka do'koniga bordim. Sirli Lavka do'koni yurtimiz bo'ylab 33 ta filiali bor. Belarusda ishlab chiqarilgan oliy navli Datis gushonkalar asl bahosi 29.900 so'm bo'lgan. Hozirda siz ham borib aksiya narxida 19.900 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Xona harorati yumshagan sariyog, Datis gushonkasi hamda kakaoni solib aralashtirib krem tayyorlab olamiz. Har bir ko'rsh orasiga kremni ayamasdan surtamiz. Mazali sotuvchi Choco Napoleon retsepti tayyor. Yetib yoqqan bo'lsa, xotirangizni duo qilishni unutmang.